Faiz Qarni Dunyodagi eng baxtli ayol nomli kitobida mundoq yozadi. Rumliklarning bir qism musulmon ayollarini asirga olganlik xabari yetib kelgandan keyin kishilar Mansurga "Sen nimishqa xalifa bilan ko'rishib, uni qaytarma zarba berish uchun askar chiqarishga undamaysan?" deyishdi. Shuning bilan u Dimashqning yaqin atrofidagi Raqqaga kelib, xalifa Harun Rashid bilan ko'rishdi. Shayx Mansur kishilarni Alloh yo'lida jihad qilishga chaqirayotganda, to'satdan uningga eg'izi ching etilgan bir xalta va bir parcha raxt avatildi. Mansur xatni ochib o'qishga boshladi. "Men Arab esilzodalari orasidan chiqqan bir ayol. Men Rumliklarning musulmon ayollari qilganlarini angladim. Yana sizning kishilarni qaytarib hujumga undayotganligingizni angladim. Shuning bilan men badanimdagi eng qimmatli narsani izladim. Bu bo'lsa, mening 2 o'rim chechim ekan. Men ularni kesib bu xaltaga soldim. Xudo haqqi, men sizning otning yugini qilib, Alloh yo'lida chiqqan jangchilarga berishingizni so'rayman. Allohning mushtat menga rahm shafqat qilishini umid qilaman." Mansur bu qimmatli xatni o'qiyotganda o'zini tutib ololmay yig'lab tashladi. Boshqa kishilarmi uning ergishib yig'ladi. Harun Rashid umumiy safarbarlik qilgandan keyin o'zimi jangchilar bilan birga chiqdi. Ulug' Alloh ularga zo'r g'alaba ato qildi.